Assalomu alaykum onlayn avtobozor muxlislari. Navbatdagi mashinamiz Nexia 3 2019 118 ming yurgan. Kraskalari bir 30-40% bor. Balonlari to'rtta yumshoq balon taqilgan, tayyor. Metan gazlari. Mashinani yurgan, turganlari, ichlarini ham ukamiz mana Jasurbek himsiska qilib bozorga tayyorlab berdi. Mashina o'ta go'zal chiqdi. Azizlar, bemalol gazini bosib olsanglar bo'laveradi. 90 talik metan gazlari bilan 118 ming yurgan 4 avtomat. Ichlariga, ish sifatlariga baho beringlar. Mashinani oma sveji, yangi, hali zavoddan chiqqaniga qilib qo'ydi. Ichlarini ham go'zallashtirib, mana hozir anaqasi zapas balonlari bilan narada qolib ketdi. Ichlarini ham ko'ringlar. Hech qanaqa kir topa olmaysizlar. Mashinani absolut tiniqligiga e'tibor beringlar. Bu uzoqdagi musofirdaga yurgan do'stlarimiz uchun alohida bitta mashina ota-onasiga sovg'a qiladigan darajada bo'ldi. 4 yumshoq balon, poliga bor, tayyor quyma poliga ham bor. Mashina 118 ming yurgan avtomat korobka Nexia 3 eng zo'ri yevro. Motorlariga ham baho beringlar, qilingan ishlarga ham kimga shunaqa xizmatlar ham kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol Jasurbek ukamizga murojaat qilaverasizlar. Asakada manzilimiz Nuraka oshxonasining ro'parasida joylashgan Nosirjon motoristi yonida. Azizlar, narxiga keladigan bo'lsak, narxi ham go'zal narxda 7400 jini tushsunlar deb o'tib beramiz. Gazini bosib olinglar. Pastda nomerlarini qoldiramiz, egasining nomerini. Aytib ham o'taveramiz 94 339 010. Bemalol telefon qilishinglar mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.